Butun bir mashinani yoqib ketishsa-yu, jinoyatchi ozodlikda yursa. Daliluzga 1995-yilda tug'ilgan ayol mashinasini yaqin tanish tomonidan yoqib ketishganini va jinoyatchiga chora ko'rilmayotganini ma'lum qildi. Holat yuzasidan jurnalistik surishtiruvni boshladik. Bizdagi dalillar shuni ko'rsatadiki, 2025-yil 8-noyabr soat 03:36 larda shakli tuzilishidan qora rangli Onix mashinasidan shubhali odam qo'lida qandaydir buyum bilan tushib kelayotganini ko'rishingiz mumkin. Ushbu videoni arizachiga ko'rsatganimizda uni aniq taniganini aytdi. Endi e'tiboringizni navbatdagi kadrga qaratamiz. Bu kadrda ham o'sha shubhali inson yuzlarini berkitib, jabrlanuvchining mashinasi tomon harakatlanayotganini aniqladik. Jabrlanuvchi esa yana uni aniq taniganini aytdi. Endi e'tiboringizni aniq dalillarga qaratamiz. Sud ekspertiza xulosasi ham mashinani suyuqlik, ya'ni benzin orqali yoqilganini tasdiqlagan. Bizda esa savol tug'iladi. Yetarli darajada dalillar bo'lsa-yu, nima uchun jinoyatchi hali hamon ozodlikda? Assalomu alaykum. Men video murojaat bilan chiqyapman. 4 oy oldin o'zimga yaqin bo'lgan insonim meni mashinamni yoqib yubordi. Arizamni berganimga mana 4 oy bo'lyapti. 4 oy ichida hech qanaqa yangilik, hech qanaqa bir yordam, hech nima ko'rmayapman men. Keyin kimga nima deyishi, kimdan yordam so'rashi, qanaqa yo'l tutishimni bilmayapman. Chunki 4 oydan beri bu insonni na ushlashdi, na yuzlashtirishdi. Men bilmayapman hozir kimga aytish kerak, nima qilishim kerak. U mashinamni men kreditga olgan edim. Kreditini hali to'lamaganman, lekin hozir yonib ketgan mashinani deb men kredit to'lashim kerak bo'lyapti. Bloger tanishinglar, jurnalistlar yoki shunga o'xshash qanaqadir idoralar, shulardan agar tanish bilishinglar yoki qanaqadir maslahatlar bo'ladigan bo'lsa, iltimos menga yordam berishinglarni so'rab qolaman.